Spark so'ragan vakalarimizga ko'rsatib o'tamiz. 2010-yilda ishlab chiqarilgan 116.900 km atrofida yurgan mashina. Benzinda, avtomat korobka. Demak, mashinaning holati yaxshi, urilmagan ekan. Bitta ikkita qilgan joylar bor, mana hozir ko'rsatdi, eshikda bor ekan. Lekin juda yaxshi minilgan ekan, ozoda minilgan ekan. Balonlarning holati ham o'rta. Endi salon qismini ko'rsatib o'tdik. Kameralar bor ekan. Haypaslarni o'rnatib qo'ygan ekan. Bemalol kadrni qilsangiz bo'ldi. Salonlar ham urinib ketmaganda, yaxshi. Yaxshi haydalgan ekan. Demak, oddiy materiallik o'rindiq. Yaxshi, qishni sovuq kunida zo'r ekan bu. 116.200 yurgan ekan, 116.294. Holatlari yaxshi, avtomat korobka dedik. Orqalarining holati ham yaxshi. Hop, mashinani aybini aytib o'tay. Aybi bagajni ochsangiz ushamayapti. Amarzatda. Keyin shu men yengil hozir bir haydab keldim. Demak, oldi balonda ovoz bor. Hadovka qismida qandaydir ovoz bor. Shuni ko'rsatish kerak ekan. Narxi 1.600.000. Bularni ham ko'rsatib beringlar desalar, alohida bu qo'shimcha qo'shiladi, ko'rsatib beramiz. Yoki o'zimiz qilib olamiz degan akalarimiz bo'lsa, bemalol 1.600.000 ga olib nominaga o'tkazib olsanglar bo'ladi.